Bugungi videomizda biz Minecraftdagi mine hacklar yoki life hacklarni tekshirib ko'ramiz. Siz esa video boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz videoni boshladik. Xullas, barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Master Place. What? Qanaqa Master Place? Xullas, kimligimni tanib olasizlar. Xullas, biz Minecraftda life hacklarni bajarib ko'rishga o'tamiz. Dodasinimi, xolasini, hammasinimi, buzinimi, короче, life hack dodasi. Biladimi, domma? Ochiqdan ochiq dalalarga ham keldik. Mana endi life hackimizni boshlasak ham bo'ladi. Bizga hozir birinchi o'rinda qaysi blok kerak bo'ladi, bilasizlarmi? U blok nomi xullas Abdullajon. O'tdaja, hayvonlar! Bilsanglar kerak, xullas Minecraftda mana shunaqa blok bor va biz hozir mana shu blok orqali qanaqadir bitta chotki life hack qilamiz. Ya'ni Rainbow LGBT gay light bloklarni chiroyli qilib joylashtirib olamiz. Xullas, mana biz hozir qurishni davom ettiramiz va oxiriga yetkazib qo'yamiz. Pastga qurban bo'ldik. Mana bu yoqlarga joylashtirib chiqamiz, bu yoqlarga ham joylashtirib chiqamiz, bu yoqlarga ham tekis joylashtiramiz, bu yoqlarga ham joylashtiramiz. What the fuck? Bo'ldi, qo'yildi va mana bu yoqqa 3 tadan terib olamiz va bu yoq tarafga ham qo'yamiz va mana what the fuck? Qaq ketib qoldim. Hammamiz bilamizki, bu blok bilan u osmongacha yonadi, lekin bunda nima qizig'i bor? Mayli, hozir men shers bloklarni olib, hozir juda ham qiziqarli bitta narsa qilamiz bolalar. Bu ham lesga ketdi. A few moments later. Shuncha payt Minecraft o'ynab, shers bloklarni qayerda turishini bilmayman. Qoyil-qoyinglar. What? Ha, xullas, bilmayman-da, qayerda joylashishini. Endi xafa bo'lmaysizlar, ozgina kuttirib qo'yishim mumkin. What the fuck? Qayerda turadi bu negroid? One day later. Mana rangli bloklarga ham kelib qoldik. Opana topdim bolalar. Mana shertsman topdim deb turgan joyimda miyamga urdiki, men hozir sherts emas, balki sement topib o'tirgan ekanman. Kallam qursin. Va men o'zimga kerakli bloklarni oldim, endi joylashtirib ko'raman va endi nima bo'ladi? Uzr, hayajonlanib ketdim. Bosib ustiga o'tirib qilish kerak edi. Hozir boshqacha yo'lni qilamiz bolalar. O'zimizga kerakli bo'lgan shertslarni olamiz. Mana ko'k, yashil, qizil, sariq, xullas hammasini olamiz va endi mana qo'ya joylashtirib ko'ramiz. Qani o'tirib olamiz, joylashtirdik. What? Shuni endi vapshida boshqachasiga qilib ko'ramiz. Ham pastiga joylashtirsak nima bo'lar ekan? Balki de o'xshab qolar, balki yo'q, yana ham bilmadim. Bosib yordim. Hozir biz turib qani past tarafga qo'yib ko'raylikchi, balki o'xshab qolar. Xo'sh, qani o'xshadimi? What? Bunaqasichi? Bunaqasichi? Xullas, o'xshamadi. Bitta gap bilan bu life hack qilgunimcha vobshe boshim og'rib qoldi, to'g'risi bolalar. To'g'ri tushuninglar, vobshe o'xshamaydigan bir g'alatdan tuftacha life hack ekansan hazillashdan, prosta men qila olmagandirman balki, lekin endi bularning umuman foydasi yo'q. Shuning uchun biz tashlaymiz. Shuncha mehnatma, shunchasi-ya, shuncha qurdima, shuncha erinmadima. What the fuck? Hamma narsa hayotim asli yotibdi. Xo'sh, endi negr bosh qo'ylar bilan qilinadigan bitta life hackga qo'yarsak, ana tayyorgina qo'y yuribdi mana bu yoqda va bu yoqda ham qo'yibdi. Xullas, hozir bizga nakovalnik kerak bo'ladi va ism yozadigan kerak bo'ladi. Bularni ham olamiz va chotki life hack qilamiz. Biz hozir nakovalnik va o'zimizga kerak bo'ladigan birkani olamiz va hozir qo'yga sizlar o'ylagan narsani qilamiz. Xullas, bildinglar-ku nimaligini. Endi so'rab o'tirishinglar shart emas. Xullas, nakovalnikni olamiz, joylashtiramiz, qo'yamiz, birkani qo'yib turib, bu yoqqa jeb deb yozamiz. Xullas, birkamiz tayyor. Endi uni qo'ylarga joylashtiramiz. Qo'ylar qani? What? Oq qo'y bilan qora qo'y qaq ketdi, negroidlar. Shuncha payt hozir oldimda yurganida. Yo to'ba, endi qo'y qidirib yurishim qoluvdi. Qaysi atrofga ketdi? Voy negroid, mayli endi nima ham qilardik, lekin juda ham bir shustri qo'ygan, to'g'risi. Bildim oldindan nima qilishimni, qochib yordi, malades lekin. Xullas, endi qo'y spawn qilib turib qolmasak bo'lmas ekan. Xullas, qo'ydan foydalanamiz tinchgina. Va endi biz hozir qo'limizga qo'y spawn qiladigan tuxumni olamizda va endi biz hozir qo'y bitta narsaga aylantiramiz. Xo'sh, mana va negroid qo'y mana endi bo'ladi Rainbow LGBT gay vachcha. Men bor uzrasiz qo'y janoblari, sizni bu ahvolga solib qo'yganimdan ming afsusman va ana endi sizda bitta tajriba o'tkazamiz. Tajriba quyoncham bo'lasiz, xafa bo'lmaysiz. Mayli endi nima bo'ladi, xafa bo'lsangiz ham menga farqi yo'q, menga pul. Shuncha tayinlanganimizdan keyin mana shunday qaychini olamiz va qo'yni oldiga boramiz va qo'y nima qiladi deysizlarmi? Qo'y bizga hozir rangli shertsdan, o'zining mamnaqa rangli shertsdan emas, balki qop qolgani
poqidan beradi. Bu narsa qaysi planetka bilan qilingan bilmadim-u, lekin kallasi juda ham zo'r ishlaydigan inson ekan. Xullas, tirik qoldirganimga shukr qilib aytishga. Bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Yoqmagan bo'lsa, pashonnax. Keyingi videolarda uchrashguncha hammalarga xayr, hammalarga omad. Sizlar bilan master bo'ldi.